Dambog 51-bog'chani ro'parasidagi mana shu ko'chada joylashgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hovlimiz darvozaxonasi aynan mana shu yerdan boshlanadi. 2,70 sotix maydonni o'z ichiga oladi. Umumiy olganda 6 ta yashash xonasiga ega. Darvozaxonadan kirganimizda yo'q, chap tomonimizda sanuzil bilan mo'ljallab spayni qurib qo'yishgan ekan. Buni hali ta'mir oxiriga yetmagan. Uni ro'parasida bitta yakkali xonamiz, undan keyin ham yana bitta yakkali spaynimiz bor ekan. Alohida ichida garderob yoki sanuzil qilish uchun joy ham qoldirib ketilgan. Bitta kichkina xonachasi ham bor. Menimcha sanuzil qilsa yaxshiroq variant bo'ladi. Navbatdagi xonamiz uy dahliz ko'rinishida bo'ladi. Bitta xo'jalik uchun mo'ljallangan hamda eng chekka qismimizda o'tirib ovqatlanadigan, mehmon kutadigan bitta mehmonxonamiz joylashtirilgan. Hovlimiz chekka qismi hojatxona, umumiy hammom hamda oshxonadan tashkil topgan. Kommunal tarmoqlar, suv hamda svet mavjud. O'sha videoni boshida boshlagan qismimizga yangi kanalizatsiya liniyasi tushgan. O'sha joydan kanalizatsiyani ham tortib olsangiz bo'laveradi. Narxiga kelsak, mana shu hovlimizning narxi 29900 dollar, yana kelishadigan joyi ham bor. Eganing telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu ixcham hovlini sotib olsangiz bo'laveradi.